kayfiyatim ko'taradi, shunaqa. Yo'q, rostdan aytyapsiz. Rostdan aytyapman. Bilmasam, maylar yaxshi qilib kelyaptimi deyman. Yo'q, may ishlaymiz biz. Bor oddiy narsalaringiz. Ha. Balki shundandir. Balki o'sha rollar ko'paygandandir, balki pul ko'paygandandir. Syomka tugadi. Kadr jarayonlari davom etyapti. Odatdagiday Farhodjon o'zlarini rakursida tayyorgarlik jarayonlari maza qildikda. Rahmat. Zo'r maza qildik. Ayniqsa qo'shiqlar va mana bu betakror go'zallik ma'budasi. Rahmat. Charchamang. Siz ham shunaqasiz. Rahmat taklif uchun xursand bo'ldim. Shu nazokat hech qachon tark etmasin. Yosh aktrisa qizlarga sizdagi latofatni, samimiyatni va kamtarlikni chin yurakdan tilab qolaman. Chunki hayotda ham shunaqa kamtar qiz profillariga kirib ko'rishingiz mumkin. Go'zalligini. Sog' bo'ling.